Century Fox taqdim etadi. Bugun sizlar bilan mana shu shiringina pechoniyni tayyorlaymiz. Bu videomdagi avtoriski talab qilib subtitrlar yoshmasa bo'ldimi? Tak, ishimizni margaringa qilib olishdan boshlaymiz. Videoyimning boshlanishini bekorga bunaqa boshlamadim. Kommentariylarda o'qsam, ko'pchilik meni farzandi kuzatarkan. Videolaringizni qayta ko'rishadi, sizni videoyingiz chiqsa tinchlanib qolishadi deb yozishibdi. Mani videolarimni ko'rgan boladan buyuk power chiqishi mumkin, lekin yomon odam chiqmaydi. Ularga yonimizga 120 gram shakar, bitta tuxum, 200 gram smetana, choy qoshiq radioxetil va rang qo'shamiz. Qo'lga yopishmaydigan yumshoq xamirolib, yarim soatga tindirishga qo'yamiz. Bu arada nachinkasini tayyorlab olamiz. Bizga quruq tvorog kerak bo'ladi. To'g'ri tvorog bo'lsa, so'ni sutib olamiz. Bitta idishga tvorog, 100 gram shakar, 6 gilos solamiz. Manda vareniyamizni gilos yilmay qolib ketganda shuni qo'shib yubordim. Oxirida 1,5 qoshiq kraxmalni solib, yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Tingan xamirimizni bir xilda zuvlachalarga bo'lib chiqamiz. Shu ovqat qilyapti, miyamga shunaqa ssenariylar, ideyachalar keladi. Bu ketishda kino oboraman-u. Hozir aka. Orzuga ayt yo'q deganlaridek abkaslarim bo'lsa-chi, Hol Mirza degan video yasab olardim-e. Endi xamirlarimizni bir xilda dumaloq qilib yoyib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib tutib olamiz. Nimadir pishirsam, doim hamma narsani qiyshiq qilaman. Esa pechuni somsalarni razmerini har xil qilaman. Shu safar zo'r o'xshab chiqsin deb attushi harakat qildim. O'xshadiyam, bir xil chiqdiyam, lekin xursandchilikim uzoqqa bormadi. Bu shnamani kimdir pechuni pishirsam, pechunilarning bir xilda chiqmasin deb qarg'a borgan. Har doimgidek orasidan eng chiroylilarini video uchun tanlab, o'xshamaganlarini uydagilarga yedirib boramiz. Bu go'zallikni tepasiga pudra sepib yana ham go'zallashtirib olamiz. Ta'mini ta'riflab beraymi qanaqa chiqqan? Kechasi yegiz kelib nimadir o'xtarasiz-u, aynan nimaligini bilmaysiz. Xuddi o'sha tam shunda mujassam. Ha, qofiyaga necha endi?